Assalomu alaykum hurmatli tadbirkor akalar hamda opalar, sizlar uchun tayyor yurib turgan biznesda taklif qilamiz. Hozirda ushbu joyimiz bog'cha, ya'ni bolalar bog'chasi sifatida foydalanmoqda. Hammamiz biladigan Erudit Garden bo'lib, Andijon shahri bu tomondan Jem avtosaloni yonida joylashgan va bu tomondan kelganda Chem, ya'ni Andijon tumanida joylashgan. Joyimiz ko'rib turganlar tayyor yurib turgan holatda, hamma yo'q 100% ishlab turibdi va yana bir qo'shimchasi minus birinchi qavatda ham non ishlab chiqarish sexi ham mavjud ekan. Shunda ikkitasi bitta degani. Xullas, marhamat, birgalikda ko'rib chiqamiz. Video so'ngida batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Maşallah, bekariga bu yer Erudit Garden deb nom berilmabdi. Sababi bu yerda hamma joy yashil maydonga burkangan ekan. Farzandlarimiz uchun eng oxirgi rusumdagi go'zal sharoitlar yaratib qo'ygan. E'tiboringlar, bu yerda shunaqangi go'zal bo'lgan shinamgina basseynlari, burchakda bolalarimiz o'ynashi uchun maydonchalar, orqa tomonda ham sport bilan shug'ullanish uchun zo'r qilib tayyor sharoitga ega bo'lgan sport joylari va bu tomonda sahnalari, bu tomonda dam olishga ajratilgan joylari va eng asosiysi bu yerda qorovulxonaga nazorat punkti ham mavjud ekan. Joyimiz 24 sotikni tashkil qiladi. Ya'ni 3 qavatdan iborat 25 ga yaqin xonalari bor va eng asosiysi biznes ichida yana bir qo'shimcha biznes minus birinchi qavatda non ishlab chiqarish sexi ham mavjud ekan. Xullas, joyimiz haqiqatda zo'r, narxlarni ham juda ham arzon aytishyapti. Telefon qilsanglar egalari bilan kelishib olasizlar. Zo'r imkoniyatlar mavjud. Manzillarni eslatib o'taman. Andijon shahri Jem avtosaloni yonidan kirganda va bu tomondan Andijon tumani Milano tekstil yonidan kirsa ham bo'ladi. Ushbu bog'chamiz 200 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, endi oyiga biznesda hisob-kitob qilsanglar ham bo'laveradi. Batafsil ma'lumot olish uchun joygalar raqamlarini qoldirganmiz. Shunaqangi arzon va zo'r joylarda o'tkazib qo'ymaslik uchun bizga a'zo bo'lishni unutmang. Doimgidek Andijon uylari bilan oling, soting va baraka toping. Hayotgancha ushbu videoni bog'cha biznesga qiziqadigan akalar hamda opalarga yuborib qo'ying.